Bugün 25 may bizni maktabni bitirganimizga mana do'stlar 30 yildan oshibdi. Yo'q, 30 yil bo'ldimi ekan? Shuncha vaqt bo'lib ketdi do'stlar. Kechagidek esimda. Shuncha vaqt o'tib ketibdi mana. So'nggi qo'ng'iroq bilan barchalaringizni tabriklayman. O'sha bizning davrimizda Sitora bilan Ravshan Sobirov ayni avjiga chiqqan paytlari edi. Assalomu alaykum. O'sha paytlar so'nggi qo'ng'iroq paytlari edi. O'tib ketdi o'sha damlar, o'zi uchar gilamlar. Bugun mana yana 25 may so'nggi qo'ng'iroq. Kim eslaydi so'nggi qo'ng'iroqni? O'tib ketdi maktab davri.